va zarba! Gol! Farruh Sayfiyev. Hozirgina uni aytib turgandim. Va o'ng oyog'ida havodan kelayotgan to'pni darvozaga joylab qo'yapti. Bu yerda uzatma. Pozitsiyasiga yuzma-yuz darvozaga qarab to'pni qabul qila olmayapti. Buning uchun sheriklar ham yordam berish kerak. Iskandarovdan pas o'ngroqqa Ismoilov o'tdi, jarima maydonchasiga kirib boryapti. Pas, zarba, 2-0. Jamshid Iskandarov Abrorbek Ismoilovning uzatma.